Bugun sizlar bilan pul tikmasdan turib qanaqasiga biznes qilish mumkinligi haqida gaplashamiz. O'zi aslida ko'pchilikda noto'g'ri fikr bor. Pul bo'lmasa biznes qilib bo'lmaydi degan tushuncha bor. Lekin hozirgi zamonda asosiy narsa pul emas. Hozirgi paytda eng asosiy narsa bu. Birinchi sizni energiyangiz, ikkinchisi sizni diqqatingiz, fokusingiz, uchinchisi bu sizni vaqtingiz. Agar siz o'zingizni energiyangizni, fokusingizni va vaqtingizni to'g'ri sarflasangiz, siz bemalol daromadga chiqa olasiz. Pulim yo'q, raqobat ko'p degan gaplar aslida bu bahona hisoblanadi. Agar biz haqiqatga real qaraydigan bo'lsak, noldan pul topsa bo'ladi va siz xizmat sohasida ishlaydigan bo'lsangiz, bemalol noldan daromad ko'ra olasiz. Aslida pul tikmasdan biznes boshlaydigan bizneslarning soni ko'p va ular ikkiga ajraladi. Birinchisi raqamlashgan xizmatlar, ya'ni SMM xizmatlari, target xizmatlari, dizayn, mobilografiya va boshqa turdagi xizmatlar. Siz bir so'm pul investitsiya qilmaysiz, lekin siz to'g'ri tadbirkorlarga xizmat ko'rsatganingizga va ularga natija qilib berganingiz hisobiga ular sizga pul to'lashadi. Ikkinchi turdagi xizmatlar, masalan, cleaning xizmatlari, uy tozalab berish, aytaylik, himchistka xizmatlari bo'lishi mumkin. Siz uydagi kir mashinadan foydalana olasiz va hokazo. Lekin men yosh tadbirkor sifatida albatta raqamlashtirilgan xizmatlarni sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. O'zim haqimda qisqacha gapirib beradigan bo'lsam, hozir yoshim 26 da, yaqinda 27 ga kiraman. O'zim 16 yoshda marketing xizmatlarini ko'rsatishni boshlaganman. Birinchi xizmatlarim bu shu Instagramga odamlarga obunachi yig'ib berish xizmati bo'lgan. Undan keyin sekin-sekin target reklamasini o'rganganman. Tadbirkorlarga o'zining mahsulotini reklama qilib berib, shundan men daromad ko'rardim. Undan keyin sekin-sekin marketingni o'rganib, to'liq bizneslarni masshtablashtirish, sotuvlarini oshirish bo'yicha shug'ullanishni boshladim. Hozirda o'zimning marketing agentligim bor. 10 tadan oshiq loyihalarimiz bor. Eng qizig'i, men bu loyihaga deyarli vaqtimni ajratmayman. Biznes o'z-o'zidan yuradi. Ya'ni meni xizmatim siz. Nimaga? Chunki men bu biznesni noldan bilaman va noldan xizmat ko'rsatib kelganman. Undan keyin shogirdlarni chiqarib, o'zimga kuchli jamoa yig'ib, xizmat ko'rsatishni boshlaganman. Undan tashqari, hozirgi paytda ko'p joylardan menga sherikchilik taklif qilishadi. Deyarli har oy kamida bitta odam taklif qiladi. Ya'ni biznesni masshtablashtirish bo'yicha xizmatlarimni sotib olish uchun. Men biznesda sotuv bo'limi bo'yicha, marketing bo'yicha o'sish nuqtalarini aniqlab, shunga urg'u beraman va shuni biznesni birgalikda ko'taramiz. Va men shu xizmatlarimga aytaylik, hozir talab juda ham katta. Nimani hisobiga? Chunki ko'p bizneslar hozir to'xtab qolgan. Ko'p bizneslar o'smayapti. Raqobat ko'p va yangi zamon tadbirkorlari kelib, eski zamon tadbirkorlarining ustidan g'alaba qozonyapti. Va barcha tadbirkorlarga yangi qon, yangi bilim kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Siz pul tikmasdan turib ham, agar siz marketing bilimlariga ega bo'lsangiz, siz biznesga to'laqonli sherik sifatida qo'shila olasiz. Siz bizneslardan bemalol haq ola olasiz, ularni bizneslarini yurg'izib berish hisobiga. Hozirda O'zbekistonda 550 mingtaga yaqin biznes bor. 2026-yil, 2027-yilga shu prezidentimizning reformalarini hisobiga bizneslarni 2 baravar O'zbekistonda ko'paytirishmoqchi. Bu juda ham katta imkoniyat. Ya'ni siz pul tikmasdan turib, bilimingizga pul tikib, birovlarning biznesini yurg'izib berishni hisobiga daromad ko'ra olasiz. Zamonaviy biznesda mahsulotni olib sotish shart emas. Siz birovlarga xizmat ko'rsatib, katta daromad ko'rishingiz ham mumkin. Hozirda zamonaviy kasblarga, asosan marketologlarga talab juda ham katta. Agar siz headhunter.uz, OLX saytlariga kirib ko'radigan bo'lsangiz, 100lab, 200lab vakansiyalar bor marketologlarga. Nimaga? Chunki O'zbekistonda 70 mingta buxgalter bor, 100 mingta tikuvchi bo'lishi mumkin, 200 mingta tikuvchi bo'lishi mumkin, lekin marketologlar juda ham kam. Tadbirkorlik subyektlari, biznesli 550 mingtadan oshiq, lekin ularni yurg'izib bera oladigan marketologlarning soni 2000-3000 mingta atrofida. Ya'ni men nima demoqchiman? Bozor juda ham bo'sh va talab juda ham katta. Yaqin 5 yil, 10 yil ichida marketologlarga talab tushmaydi. Bonus sifatida sizga maxsus sovg'am bor. Qanaqa noldan marketolog bo'lish mumkin? Qanaqasiga loyihalarni olish kerak? Loyihalar bilan qanaqa kelish kerak? Shu haqida maxsus checklist tayyorlaganman. Agar siz shu checklistni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimga o'tib olasiz.